pulim kam, Gentra ololmayman, Lacetti'ga yetadi, Lacetti olaman deb yuruvdingizmi? Endi bo'ldi, Gentraga pulingiz yetadi. Chunki men shunaqasidan topib qo'ydim. Uni qarang. Turishini qarang, idealmi, o'zimga yoqdi. Shaxsan o'zimga yoqdi, chunki chaqqa-chuqqa buferlari qirilib, nimadirlar bo'lmagan. Xarajat hadovoyda ham, korobkada ham, motorda ham umuman yo'q. Mana shuncha zo'r 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mexanika. $7000 dan ham pastga tushirib qo'ydim. O'ylamang, narxi arzon, xarajati bor deb. Xarajati umuman yo'q. Egalari aytdilar, yana ko'p tekshirib tura olasizlar, lekin men o'zim buni olib, buni haydab ko'rdim. Mashincha svejda, xuddi o'ylaysiz, buni 2021 deb. Salon holatini o'zingiz bitta ko'rsangiz, o'zingiz besh ketib borasiz. Gaz 4-chi paketdan propan gaz qo'yilgan, polностью eshiklari shuncha qilingan ekan, chuqur polliklar, pult qo'yilgan, Tesla monitor, yangicha tablo. Tabloni o'zi ham bilasizlar, yangicha qilish uchun 2015larda tablosi Lacetti'nikida. Bunday qilish uchun kamida $200-300 pul ketadi. Pult, propan gaz, optira stop. Holatga baho bering, mana mashincha o'zi tiniqcha. Egalari aytdilar mana, orqalari ham, qazonlari ham yaxshi, propan gaz qo'yib qo'yganlar. Hadovoydagi kamchiligini ham, motordagini ham, korobkadagini ham hamma kamchiligini qilib qo'ydim dedi. Mashina zo'r, kraskasi krilo kapotda bu, yana qaysidir joyda petnosi bor ekan. Lekin narxiga 100% arziydi-ku. Mashinani ko'ryapsizlar, tarrangcha. Yana diskani ham 3-paytda diska qo'yib qo'yilgan. Balonlari ham zo'r holatda. Pulti ham 907 mi, 908 mi shunday bo'lishi kerak. Narxini qarang, $6800, yana savdosi bor. Primoy Dekkon. Xohlasangiz оформление qiling, xohlasangiz gendaversa bo'lsangiz bo'ladi. Nomer ham ajoyib. 073. Zo'ra bosib o'rsangiz bo'ladi. Bunaqa narx faqat Karistozda bilasiz. Obuna tugmasini bosib qo'ying. Sog' bo'ling.